Dersimiz davamlaştırsak, endi men başqa miyalik ma'turlarni, ya'ni o'xshashlar o'zini o'tida har birisini o'zininki munosabatli betiga ulab beray. Masalan, karton maniman miyatga biz ulmoqchi bo'lgan karton degan ma'batga ulab etdim. Buning ulanish şartini yana shu biz ishlatgan konjaning ichki qismida ulanadigan qilib belgilayman. Jazmlashtirib etdim. Ma'nimi men ulatay. Yani bunun ulanish şartini yani shu aytinasida ichilgan qilib belgilay. Ayinasida. Ana o'xshash. Yani jazmlashtirib etdim. Endi men so'z qoldirish deganni men buning ichidagi ma'lum bir ulmasdan biz musbat uchun bir so'z qoldirish daftarini tuzgan bo'lsak, buni men shu so'z qoldirish daftoriga olib olayman. Masalan, bu yerda bir so'z qoldirish daftari bo'lsin. Bu kitap bizib qo'ysam, bu ochgandan keyin shuni avtomatik holda shuning ichidagi indeks html ulanib, shu betni ochalaydi. Masalan, bu yerda biz bir daraja bo'lgan bo'lsa, bu kitaplar yozib qo'yaylik. Sizlar mana shunday ulansin. Endi men buni ziyorat qilib boqay. Saqlab o'tgandan keyin Internet Explorer'da ijro qilma. Qilib qarsam, ham ulangan holat ko'rindi. Mana. Endi men so'z qoldirish degan ma'ni men ayrim bir ko'znak tutilgan qilib belgilay. Bu yan ko'znakda ichilsin, jazmlashtirib etdim. Endi saqlab qarsam bu hozir bu yerda biz bu blokning ostida biz bir tor bekat qurilmaganlik uchun biz buni shunday qilib bir hujjat ulab qo'ydik. Shuning uchun buni ocholmaydi. Agar shuning ostiga biz bu kitap hujjat qutisidan birini qo'yib, shuning ichiga bir so'z qoldirish programmasi qo'ysak, buni shu yerga avtomatik ulab chiqa olamiz. Endi yana birisi biz ma'ni surduq ba'd sal cho'ngib qolsa, buni ostiga surish to'g'ri keldi. Buni biz ilgari xat kuch ishlatish usulini so'zlab o'tgan. Bu yerga biz bir xat kuch qistiraylik. Qistirib, unga men top deb ism beray. Jazmlashtirib o'tib, endi mushbatning asting qismiga men bu yerga top deb yozib qo'yib, buni ulanish qilib, bu yerdan mush top degan xat kuch ulab qo'yay. Ulab qo'yib, buni jazmlashtirib etdim. Endi mushbatni men ijro qilib boqay. Ijro qilib, astiga qarsam, endi men buni bu yerdagi top degan bo'lsam, avtomatik holda mushbatningki yuqori qismiga qarab ulandi. Endi biz vaqtni bilan darsimizni, ya'ni karton, film har biriga ayrim-ayrim bet ishlab o'tmaymiz. Mishada darslarda yang mushning ishlagan bo'yicha mushningga o'zimiz qiziqishimizga asosan ayrim-ayrim bet ishlab baqsaq bo'ldi. Shuna qilib bizning front page haqida so'zlaydigan darsimiz musha tamom bo'ldi.